Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli himoyaviy kuzatuvchilari. Navbatdagi oshxona mebelimizni ham o'z xonadon egalariga topshirib oldik. Bu oshxona mebelimizni 210 ga bu yog'i bergacha 50 joyga joylashtirib berganmiz. 211 bu yog'i 79 xalidagi joyni qo'yganmiz. Xalidagi joy bonus bo'lib ketgan, tepalariga hisoblanmagan. Bu yerga kir mashinasini joylab berdik. Yoniga somun, soda shunaqa narsalar, gel, pedishlar uchun joy. O'rtasida derazasi bor ekan, qancha kichikroq qilganmiz. Bu yerga g'alabonlar tortib berganmiz, boshqa kartonlari bilan. Materiallari akril bo'lgan, mokr asfaltga oq svetdan kombinatsiya qilib berganmiz. Bu yerga moykalari joyi 5 koridor hisoblandi. 5 koridorlik hisobiga vitishkasi bilan moyka smesitlarini bonusga qo'yib berganmiz. Moykani tayda usul pakellari ham bor. Bonuslardan bittasi bu ham. Bu yerga duxovkani joylashtiradigan. Xo'p, tepasida shushurkasi ham bor bo'lgan tepasida. Petlelar hammasi vakuumli bo'lgan. Ustida stalishniца Granasidan kafellarni ham o'zimiz bosib berganmiz. Stansiyasiga 5 yil zavodda o'zida garantiyasi bor. Endi avvalo ishlatishga bog'liq, yaxshilar ishlatsa 10 yil undan ziyod ham ishlab beradi. Vitishkasi, sensorli vitishkali uyni to'klari, montajlari bo'lmagan, ishlamaydi hozir. Gazini uyda egasini o'zi oldi. Buni narxi biz hisoblamaymiz, mebel ishda bo'lmaydi. Bu yerga mana duxovkasini joyi, uni tagiga davlatni qozon tovoq bemalol qo'yaveradi bu yerga. Xo'p, bu ishimizni Farg'ona viloyatiga o'rnatib berganmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustunovkalarimiz bor. Oddiy bo'ylab dastavka ustunovkalar bepul. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz rahmat.